Bugun sizlar bilan Kylie Jenner kundalik makiyajini qaytaramiz. Birinchi o'rinda labimizga balzam surib, sochimizni xalaqit bermasligi uchun yig'ib olamiz. Kylie Jenner aytishi bo'yicha, ideal ton hosil qilish uchun baza bilan tonalkani qo'lda aralashtirib, keyin yuzga surish kerak ekan. Aynan videoda ko'rib turganingizdek. Keyingi etapda Kylie konsiler ishlatdi. Konsiler uchun ham hech qanaqa sponj yoki kist ishlatgani yo'q. Barmoqlari bilan rastushrovka qildi. Keyingi etapda yuzimizga bronzer orqali kontur berdik. Burnimizga ham chotki kontur berib oldik. Bu yerda Kylie aynan o'zini rumyanalarini maqtadi. Menda Kylie'ning rumyanasi yo'q, shuning uchun o'zimni rumyanamdan foydalandim. Keyingi etap pudra. Pudralarimiz bir xil. Kylie matoviy tonni juda ham yaxshi ko'radi. Sochimizni yechib, ko'zimizni оформленияsiga o'tamiz. Ko'zimizni bazaviy nudoviy ranglarda bo'yab oldik. Keyin podvodka chizdik. Va albatta podvodkamizning tagini konsiler bilan tozalab oldik. Labimizga chotki kontur berdik. Qoshimizning oralarini qalam bilan to'ldirdik. Va gel yordamida fiksatsiya qilib oldik. Keyingi etapda highlighter suramiz. Highlighterdan keyin tush va Kylie yana bir marta rumyana surdi. Makiyajimiz tayyor. Video foydali bo'lgan bo'lsa, sizdan like va kommentariy kutib qolaman.